Diqqat! O'zbekistonda issiq nonni ko'chadan sotib olib, sevib iste'mol qiladigan fuqarolar darhol xabardor bo'ling. Aynan bu holat sizda sodir bo'layotgan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling. Issiq nonni umuman salafan paketga solmang. Chunki salafan paketlar chiqindilardan qayta ishlab chiqariladi. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdingiz, salafan paketlar chiqindilarni qayta ishlab chiqarish orqali tayyorlanadi. Issiq non ta'sirida salafan o'zidan zararli moddalarni chiqaradi. Ya'ni issiq nonni ta'sirida salafan qizib, o'zidan inson organizmi uchun zararli turli xil moddalarni chiqaradi va u moddalar nonga qo'shiladi. Nonni esa o'zingiz va oila a'zolaringiz yeysiz. Kunlik ehtiyoj uchun ishlatilayotgan salafan paketlar chiqindidan qayta ishlab chiqarilganidan tashqari, asli salafan neft qoldiqlaridan tayyorlanadi. Neftda esa dioksin moddasi mavjud. Dioksin moddasi inson tanasidagi rak qalamchalarini uyg'otadi va insonni rak kasalligi bilan kasallantiradi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, video ostiga like tugmachasini bosib, ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga jo'natib, ularni ham ogohlantirib qo'ying.